Hammaga assalomu alaykum. BYD chempion mashinasini olib qolganmiz. Bu mashinaga qilib bergan ishlarimiz balon orqasi uchun brezentlarini qo'yib berganmiz hamda oyoq qo'yish uchun paroklarini qo'yib berganmiz. Salon uchun karbon vidli nakladka, eshik qismi, stiklopodъемник, parok qismi, poliklarini solib berganmiz. Tipi polik, pedal uchun nakladka, rul uchun karbon vidli nakladka, pult uchun chexol, silikonlarni qo'yib berganmiz. Podstakanlik uchun organizer, pastki organizer, tablo monitor uchun matvi stiklolarini qo'yib berganmiz. Orqa qismlari eshik karta, stiklopodъемник, parok qismi, orqa polik, orqa воздуховод, eshik uchun brizgaviklari yopilganda xalaqit bermaydi, eshiklarni loydan saqlaydi. Orqa brizgavigi, bagaj uchun polik, bagaj uchun karbon vidli nakladka, bu yoq qismlari eshik karta, stiklopodъемник, parok qismi, paroklari, orqa kreplinalari ko'rinib qolmaydi. 150 kilodan 200 kilogacha yuk ko'taradi. Aromatizator, stiklopodъемник, poliklarni bemalol polosini ajratib ishlatsanglar bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa murojaat qilsanglar, ishlarni chiroyli va sifatli qilib bitkazib beramiz.